Hidoyatul Muftin kitobidan. Unda aytilgan, kimki ilmni va ulamolarni xor qilsa, kofir bo'ladi. U ixtiyor qilingan fatvodir. Hidoyatul Muftin. Ikkinchisi, kimki olimni haqorat qilsa, xotini unga harom bo'ladi. Muxtorul Fatovo va Xo'jandlik kitobidan. Uchinchisi, demak unga tavba va istig'for lozim bo'ladi. Nikohni va iymonni yangilash kerak bo'ladi. Qoniya kitobidan. To'rtinchisi, agar xotindan biri murtad bo'lsa, oralariga ajralish tushgan bo'ladi. Zohiriy rivoyatda shunday deyilgan. Hazinotur rivoyat. Beshinchisi, ajnosda kelganki, kimki olimni haqorat qilsa, unga xotini harom bo'ladi. Imom Zufar rahimahulloh va Imom Abu Yusuf rahimahullohning har xil fiqhiy qarashlar to'g'risidagi asarida kimki olimga past nazar bilan va haqorat ko'zi bilan qarasa, kofir bo'ladi va xotini boyin taloq bo'ladi deyilgan. Muxtorul Fatovo, Jamiul Muzmarat kitobidan.